Assalomu alaykum. Ismim Akmal. Open tematik otdelining menejeri bo'laman va Funcoil nimaligini bugun tushunib olamiz. Funcoil deganda o'zi nimani tushunamiz? Ingliz tilidan kelib chiqib, fan bu ventilyator, coil degani bu nagrevaющий element yoki radiator deb aytiladi. O'zi shu narsadan faqat ko'pincha iborat bo'ladi. Buni miyasi основной bu termostat bo'ladi. Bu termostatimizni Funcoil'imizni ham o'chirib yog' beradi, ham temperaturani regulirovka qiladi va ventilyatorning bosimini o'zgartirib turadi. Ko'pincha ishlatiladigan Funcoil bu kanalni srednyenaporniy bilan visokonaporniy deganda 100-150 paskal emas, 50 paskal bilan 30 paskal va undan pasti ham bor, 12 paskal bo'ladi. 50 paskalli Funcoil'larimizni biz sal kattaroq bo'lgan xonalarga ishlatamiz, sababi ichida havoning bosimi sal kattaroq bo'ladi va shu sababdan bunga biz воздуховод ulaymiz. Bunisi esa 30 paskal. Ko'pincha spalniy va gostinitsalarning nomerlarida qo'yiladi. Funcoil'larimiz radiatorlari quyoviga moslashgan bo'ladi va freonda ishlamaydi. Shu sababdan bu fenlarimizni biz VRF tizimimizning agregatiga hech qanaqasiga ulaymiz. Lekin bu fenlarimizni, ya'ni Funcoil'larimizni biz даже sistema отоплениyaga, ya'ni isitish sistemamizga bemalol ulay olamiz. Bu videomiz kanalli Funcoil to'g'risida bo'ldi va keyingi videomiz esa kassetli Funcoil to'g'risida bo'ladi. Obuna bo'lishni unutmang.